Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa videoni bitta ko'rib bo'lasiz, mollarni qaranglar aka, Xudo xolasa. Mollar nima deyapti aka, turishini qaranglar. Xuddi haligi o'rgatilgan molga o'xshab turishini qaranglar. Rasmga tushaman deb o'ylashyapti shekilli bular. Videoga tushyapsizlar. Zuhriddin aka, Assalomu alaykum. Hamma Mahmudjon Uz kanalining obunachilari, akalar. Xudo xolasa bugunga bir 120 bosh buqalarimiz bor aka, Qirg'iziston paroda. Mana buqalardagi yemlashga tayyorlari, bundan kichikroq patsoslari aka. Xullaski 17,5 million so'mdan bugun 33 millionga doğru bo'lgan buqalarimiz bor. Qirg'iziston parodani aka kutgan obunachilarimizga 19 milliondan 23,5 millionga doğru bir 60 boshga yaqin Qirg'iziston paroda shved buqalarimiz bor. Do'stlar, bugun mollarimiz tagi serob, ha? Qo'ldan kelgancha. Akalar, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz inshaalloh. Bittadan like'larni bosib gumillab tursanglar, duo qilib tursanglar bo'ldi. Mollarimizni chiroyli holatda sizlarga yetkazib berishda Zuhriddin akamiz Xudo xolasa xizmatda charchamayapti. Like'ni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar akamizni xizmatlariga. Xudo xolasa rivojlanib ketsin kanal akaning. Inshaalloh. Akalar, Xudo xolasa davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mahmud Uz kanalining obunachilari, ashaddiy chorva ishqibozlari, akalar, ukalar, nasl ishqibozlari, Greenfood, Simental Avlikol ishqibozlari, akalar, Xudo xolasa 2026-yil 7-iyul sanasiga Andijon viloyati Asaka shahri Fayzobod hududiga yaqinroq joylarimiz. Xudo xolasa inshaalloh bugungi videolarimiz ma'lumotlarini Zuhriddin akamiz o'zidan olib ma'lumotlarni sizlarga manfaatli qilib yetkazishga harakat qilamiz. Akalar, Xudo xolasa shunaqa chiroylilardan, Mickey Mouse'dan, Simentalidan, Greenfood'dan, o'ta go'zallaridan 100% qonun tozalaridan so'ragan akalarimizga ma'lumotlarini Xudo xolasa qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha yetkazishga harakat qilib ko'ramiz akalar. Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan kuzatasiz, chunki ma'lumotlarimiz o'ta chiroyli bo'ladi inshaalloh. Bitta-bittadan like'larni bosib, kanalga obuna bo'lmasdan kuzatgan akalarimiz kanalga obuna bo'lib qo'yasiz akalar. Xudo xolasa ma'lumotlarni berishni boshladik. Bismillah. Akalar, Xudo xolasa aytib o'tilgandek Zuhriddin akamizni o'zidan ma'lumotlarni olamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mahmudjon Uz kanalining obunachilari aka. Xudo xolasa bugungi 3 ta partiyada buqalarimiz bor aka. Bu maydaroq partiyasi aka. 38 talik aka. 1 metrdan boshlab aka 1.15 ga doğru buqalar bor aka. Buning ichida ham 1.20 ga doğru daji buqalar bor aka. Narx-navosi aka 1 jupi 35 millionga chiqarib berdik. Balatini 24 millionga tanlab olsan aka. 10 ta olgan aka-ukalarimizga 23,5 milliondan qo'ydik aka buni tanlab olishga. Hammasini bir joyga aka 22,5 million deb turib aka 22 milliondan hammasini bir joyga qo'ydik buni aka. Bular salomatliklariga aka yemasa, ichmasa, sog'lik salomatligi endi bir haftaga doğru sinashib olaradi. Imkon qadar asha havodan yuqadigan kasalliklarga ehtiyot bo'lishadi aka. Unisiga endi garantiya bera olmaymiz aka bunga. Yeb ichishga, yurishtirishga, aka sog'lik salomatligiga. Haydoringlar mana shunday hammasi. Shundan boshlandingiz aka. Aka eng kichigi 1 jup 35 million. 17,5 milliondan ikkita chiqarib beriladi aka. Bonus aka, juma aksiyasiga aka. Juma aksiyasi. O'zi unaqa pulga yo'q mol, lekin chiqarib beramiz aka, xudo xolasa. Ichidan zo'rini, yaxshisini, kattasini tanlab olaman desa, bitta tanlab olsa aka, mana kattalar 24 millionga tanlab oladi. 24 ga chiqaveradi, xudo xolasa. 10 tasi 23,5 milliondan olaveradi aka. 10 ta olaman desa 23,5 milliondan. Kelishamiz aka, bu yerda kelishilmaydigan ish yo'q. Xudo xolasa mol olaman degan odam uchun kelishib beramiz aka buni, xudo xolasa. Bular aka, xudo xolasa hozir kichikroq partiyamiz bo'ldi. Bundan hozir endi aka kattaroq. Ularda akalari ham bor, bundan kattaroq variantlar. Shvedlarimiz ham bormi aka? Aka 3-partiyamizga Qirg'iziston buqalarimiz bor aka. Qirg'iziston buqalarimiz ham bor, xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa ma'lumotlarimizni qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha sizlarga yetkazyapmiz. Birinchi partiyamizga shu mollar bu soni nechta dedik ulardan? Aka 38 ta. 38 tani bir joyga oldim desa, 22 milliondan. 22 milliondan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Shu pachkasi buzilmagan holatda aka. Pachkasi buzilmagan holatda bir joyga oldim desa, shunda jo'natiladi ekan. Akalar, xudo xolasa keyingi videolarga ma'lumotlariga bularni akalariga o'tamiz. Keyingi 3-partiyalarimiz Qirg'izistonda shvedlardan ham xudo xolasa bo'ladi. Kanaldan uzoqlashmaysiz. Bitta-bittadan like'larni bosib, obuna bo'lib, duo o'qisizlar, xudo xolasa sizlarga ma'lumotlar yetkazishga charchamaymiz akalar.
Akalar aytilib o'tilganda xudo xohlasa ikkinchi partiyamizga Greenfield sementallarimizni akalari shunaqa chiroylilar xudo xohlasa mana sizlarga taqdim qilyapti. Yurishlari, turishlari xudo xohlasa bitta ko'rib ko'rasizlar akalar. Bo'ylari 1.15, 1.20, 1.20 dan balandlari ham bor akalar xudo xohlasa. Ma'lumotlarni xudo xohlasa sizlarga manfaatli qilib yetkazib qo'yamiz inshaalloh Alloh qodir qilganicha akalar. Kes bolalar. Ha, ketdi, zo'r ketdi. Akalar xudo xohlasa ikkinchi partiyamizga ma'lumotlarni olishni boshladik. Zo'rn aka, buni soni nechta bo'ldi? Aka bu 23 ta bo'ldi, xudo xohlasa. 23 ta bo'ldi. Ha. Bolalarni aytib o'tdik, xudo xohlasa 1.15 dan bitta ikkita bo'lishi mumkin. Bolalar 1.20 dan baland, 1.25, 1.30 lik mollar ham bor xudo xohlasa. Bularni ham yeb ichishlari zo'r, chiroyli. Aka nihoyatda chiroyli holatlari, yeb ichishlari bir haftaga ko'rib ko'rasiz akalar. Narxlarimiz nech bilan boshlanadi? Aksariyati aka 24 milliondan boshlanadi-da aka. Bitta 33 millionlik molimiz bor. Bitta 33 Keyin bir 30 millionlik molimiz bor. Qolgani aka 24 milliondan 26,5 million shuni ichida ishimiz bitadi aka. 25, 24, 26, 26,5 bo'lib 60-70% 24 milliondan 26,5 milliongacha bitish. Ha aka 80% desa ham bo'lar. 23 ta mol o'zi aka. 4-5 ta sal manaqa kattaroqlari bor aka. Lekin qolgani mana mono buqalar turibdi aka. Mana shu buqalar aka ish bitaveradi. Yengil xudo xolasa 26, 26,5, 25, 24 mana Mickey Mouse'lari yuribdi aka. Yengil kelishtirib beramiz aka. Bu xolos orintirilmaydi. Bemalol aka. Ekran nomerlarini ham qoldiramiz. Aloqa qilgan ma'lumotlari biz bera olmagan ma'lumotlarni akani o'zidan olinaveradi. Albatta. Xudo xolasa dastlabkilari butun O'zbekiston bo'ylab behijolat bittaga ham 10 taga ham chiqaradi xudo xolasa aka buni. Yo'q aka, O'zbekiston bo'ylab biz bittaga ishlayapmiz. Bir 4 ta, 6 ta bo'lsa aka xudo xolasa. Eng kami 4 ta olinsa butun O'zbekiston bo'ylab ishlanaveradi. Ha aka, bir 1-2 kun razницasi bilan yetkazib beramiz aka xudo xolasa. Hammasi bitta optimiga ham narx aytamiz. Hammasini bir joyga aka buni 25,5 milliondan qo'ydik. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Soni 23 ta edi. 23 bosh aka. Akalar xudo xolasa 23 boshni bir joyga olaman. Xudo xolasa o'zim boqaman. Boqarmanga ham, sotarmanga ham ash bitta narx berilaveradi xudo xolasa. Ha aka, xudo xolasa kimga manzur bo'lib qolsa molimiz aka, yoqib qolsa molimizni holatlari. Xudo xolasa mollarni bitta screenshot qilib mana shu mollarni tashlab akani o'zidan savdo qilish imkoniyatlari bor. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab eng kamida 4 ta olinganga yetkazib berilaveradi. Bitta joyga 23 oni olaman desa 25,5 deydimi aka buni? 25,5 milliondan aka hammasi bir joyga ketadi. Hammasi bir joyga ketaveradi aka. Akalar xudo xolasa bundan keyingi 3-partiyamizga aka Qirg'iziston parodalarimiz ham bor, xudo xolasa. Akalar 3-partiyaga o'tamiz. Qirg'iziston parodalarimiz ma'lumotlarini olamiz. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, aytilib o'tilgan deb va'da qilingan 3-partiyamizga Qirg'iziston shvedlarini bitta ko'rib ko'rasizlar. Xulosa bularning ma'lumotlarini ham Zuhriddin akamiz o'zidan ma'lumotlarni tiniq, to'liq, manfaatli qilib, foydali qilib olish harakat qilamiz akalar. Bitta ko'rib ko'ringlar akalar inshaalloh. Orqa ketlari, yurishlari, turishlarini bitta ko'rib ko'ringlar akalar. Ha aka, 100 dan ziyodroq aka. Ha. 50 ta aka, 53 ta mikin shunaqa aka. 50 ta deb kelaveradi aka. Xudo xolasa akalar Qirg'iziston mollarini, ma'lumotlarini ham bir qator yetkazib beradi. Allohdan o'qiyamiz. Bugunga ular soni nechta bo'ldi bular? Aka 53 bosh xudo xolasa aka bugunga. Ularni ham yeb ichib salomatchiligiga bir haftaga davr aka. Hamma yo'g'iga garantiya. Uni yashirigan garantiya beryapsiz. Yashiriga ham garantiya. Bir hafta. Faqat 7 kun. 7 kundan o'tsa keyin bonus tugab qoladi. Kelasi juma payshanba kuni kechasiga davr aka sinash olsan har qanaqasiga. 00 gacha bemalol sinab olishaveradi aka. Yeb ichisiga, salomatchiligiga, yashiriga bir hafta garantiya beriladi. Silyosini yemasa ham, senajini yemasa ham, quruq somonini yemasa ham meniki aka mol. Cho'chimay ayta oling. Narxini aka
O'zbekiston bo'ylab kim Qirg'iziston buqab kelib sotayotgan bo'lsa solishtirib olsin. Mana bitta ko'rsating aka, mana buqalar pachkasini. Mana shunaqangi buqalarda aka Optim'ini 22 million qo'ydik aka. Optim'ga. 19 milliondan aka balatini 24 millionga kelib tanlashib olsin. 19 milliondan 24 milliongacha mollarimiz bor. Bitta joyga oldim desa 22 million. 22 milliondan bir joyga ketdi. 53 bosh. 53 boshni bir joyga oldim desa 22. Mayda buqa bor desa qolaveradi. Mana buqalar ko'rsating aka. Biri 10 buqa yo'q bu yerda akalar. Mesni mol topib olsa ichidan bitta 53 ta buqani bekarga beramiz aka. 53 ta. Bu gap bu bekar aytilmaydi. Nimaga deganda ko'p odam kelib mana narxni yengil qo'ysam podozreniya qilyapti aka. Moling nimaga arzon, nima ichida mesni moling bormi? Aka, mesni mol bo'lsa, shuni ichida mahalliy mol topib olsa, bekarga hammasi. 53 bosh bekarga berilaveradi. Mol biladigan, Qirg'iziston parodani taniydigan odam bilan kelsin. Aka, maqsadimiz sotish. Biz aka, bunday sonini ko'paytirsak, yengil ishlab tursak, xalq uchun aka mana. Mana xalq uchun, haqiqiy xalq uchun degan buqalar mana 22 million so'mdan 1.15, 1.20, 1.25lik Qirg'iziston paroda shved buqalar aka. Hammasi tanijoni sog'lom, polvon bo'ladigan buqalar aka, xudo xolasa. Urmang molni o'g'lim. Shunday o'tkazib aka motor. Urmang, qoching. Bitta ko'raylik. Obunachilarga ham ko'rsatib qo'yaylik, dona qilib. Mana shu yerdan boshlab bo'larman. Mana shu o'taversin mana shu yerdan. Ketdi mana. Qaytaraver, o ketidan qaytaraver. Xudo xolasa, ko'rib screenshot qilib ko'rasan mollarni. Unaqa qing'ir qiyshiq mol yo'q aka bu mollarda ichida. Aka, ishaning bitta bir ashnaqa bir noto'g'risi bo'lsa qo'ygizib qo'yaversin. Hammasi o'spirin, boqsa bo'ladigan 1 yosh, 1,5 yoshdan 2 yoshga doğru bo'lgan buqalar aka. O'zi eng kichkinasini narxiga hammasini qo'yib beryapman aka, to'g'risi. Kimgadir o'zi zaruriyat bo'lsa, qochavering. Hozirgi holatga narx-navodni ko'rib yurgan, tushungan akalarimiz o'zi biladi. Hozir bular aka o'zi patsos narxida ketyapti. Albatta. Patsos molni olib bunchalik qilguncha aka 1 yil umri o'tadi aka. 1 yil terimini ko'ziga terimib o'tirish kerak ekan, xulosa bu mollarni, bu mol qilib olguncha. Aka, mana shu mollar xudo xolasa yangi yilga tayyor bo'laveradigan buqalar. Lekin toni shved toni juda ko'p aka molni. Yaxshi e'tibor berishsin. Birma-bir e'tibor berishsin. Oyoq qo'li tikka tuyadi. Bitta tirnog'i o'sgan buqa yo'q aka ichida. Haqiqiy yaylov o'zgaraman degan buqalar aka. Bular hali narxi ham, soniga ham, sifatiga ham e'tibor bersin. Aka 19 milliondan bir jup, qolgani 21 milliondan aka 24 millionga doğru narx qo'ydik. 25, 26, 27 million narx qo'ysak ham bo'ladigan mollar bor. Lekin aka bizda maqsad sotish, xalqni o'ylanilgan buqalar mana shu aka. Vijdonan mol bilgan odam kelib ko'rsin. Bularni buni e'tiborsiga e'tibor bermang aka, bular hali bu silosam kepagam ko'rmagan bular. Unaqa narsalar bilmaydi, tanimaydi ham. Mana kechki payt bir yengil yegan narsasi bilan hozir mana 5,5-6 syomka qilyapmiz. Hali hech narsa yegan yo'q. Yarim holatda turishibdi. Nonushta ham qilishgan yo'q aka bu mollar. Nonushta ham qilgan yo'q. Yo'l charchag'i bor o'ziga yarasha. Yo'l charchag'i bor aka, xudo xolasa. Aka, keyin bu yerda 10 ta, 20 ta oladigan aka-ukalarimiz ham ish juda oson bitadi, juda yengil bitadi aka. Qo'ldan kelgancha tanlab 22 million, 21 million bo'lib turaveradi aka, 10 ta 20 talik aka-ukalar. Qochaver. Akalar, xudo xolasa mollarning holatlarini, ma'lumotlarini ko'rdinglar, eshitdinglar. Bular kepa, nima siloslarni bilib olib borib uyga bag'ir sababini sen aka, xudo xolasa bemalol yangi yilga rasmga tushadigan mol bo'ladi, ha? Moling bormi desa, qassob eshigini talib turadi aka, yog'siz go'sht qilibdi mana shu Qirg'iziston buqangiz. Menga soting aka deb turadigan buqalar, xudo xolasa. Xudo xolasa bugungi mollarimizning oxirgi partiyalari shu bo'ldi. Shu bo'ldi aka. O'xshi sonlar nechta bo'ldi bugungi? Aka 110 boshga yaqin molimiz bor. 110 bosh. Akalar, kimga Qirg'iziston molidan, Greenford Cimental, Avlikollardan, jamiki nasldor mollardan zaruriyat bo'lsa, xudo xolasa bemalol Zuhrin akamizni o'zlariga aloqaga chiqib ekran nomerlarini qoldirib ketamiz. Ma'lumotlarimiz manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa akalar, videoga bittadan like'larni bosib, podpishka duoda o'tirasa, sizlar uchun Zuhrin akamiz mol yetkazib berishdan xudo xolasa charchamaydi. Hammanglar qo'linglar dard ko'rmasa, akalar, Alloh taolo sizlarni xonadoninglarga, fermerlarga shunaqangi buqalardan o'zi yetkazsin. Kim uyida shunaqa buqa bo'lishini 10 ta niyat qilgan bo'lsa, Alloh taolo undan ziyodasini bersin inshaalloh. 100 talab yetkazib qo'ysin inshaalloh. Akalar, o'tgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Videoda
bittadan layklarni bosib duo qilib qo'yasizlar akalar.